Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bo'lmasa abo yopishtirishni ham ko'rsatib o'ting deyishgan ekan obunachilarimiz. Abo yopishtirishni ham birinchi kilaydan boshlaymiz. Kilayimizni universal kilaydan ishlataman. Bu kilay bo'lmoqchi aboga yaxshi yopishadi. Xudo xolasa shuni tavsiya qilaman. Men sizlarga ishlatib sinovdan o'tgan. Xo'p, suvimizni hozir hisobiga ozroq iliqroq suvda tayyorlasak yaxshiroq eriydi. Biz shuni ko'rsatib o'tsak, keyin abo yopishtirishni ham boshidan boshlab ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, xato kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Bo'lmasa boshlaylik. Sinovni aytib, qo'lda aralashtirsa ham bo'ladi. Endi men grammini kilosini kilosiga qilib tayyorladim. Hozir yarasha qilyapman. Ko'proq kilay tayyorlab olmayapman. Ozroq suv quydim. Shuni ko'rsatib o'taman. Tushunarli bo'lsa sekin tashlaverasizlar, qo'llarni aralashtirasizlar. Qo'yolashadi. Aralashtirgan sari qo'yolashadi. Ko'p tashlab olmaysizlar birdaniga. O'rin bo'lib erish qiyin bo'lib qoladi. Aralashtirgan holatda bir xilda tushaverasizlar. Yaqinlashib qoldi, qo'yolashadi. Mana kilayimiz mashq holatda qo'yoqlashib oldi. Mana tushirdik. Qo'rin bo'lib qolgan yo'q. Aslida to'xtamasa aralashtirib turasizlar sol ekanlaringda. O'n minutcha aralashtirib turasizlar. Yaxshi aralashib olgandan keyin bitta suv qo'yasizlar. Yonlarga haqida suv qo'yib qo'llarni chaqirgani. Yetmay qolsa qo'ygani, haqida suv quygan qoladi. Ana endi bu tayyorlangan kilayimiz. Kilayimiz yana 10 daqiqa turadi, erib oladi. Yaxshi erib olgandan keyin suv qo'shamiz. Bunga ko'rsatib o'tamiz. Hozircha 10 minut erib, joy-joyida erib tayyor bo'ladi. Bo'lmasa kilayimiz ham tayyor bo'ldi. 10 daqiqadan keyin suv mana shu holatda erib oldi. Hali to'planib qolgan o'rin nima yo'q. Erimagan kilaylar qolmadi. Hammasi aralashishga tayyor. Endi suvdan qo'shamiz. Endi suvni ozroq qo'shib aralashtirib olamiz. Yaxshi aralashtiramiz. Mo'shi aboylarga bitta qo'yroq tayyorlaymiz. Sababi yopish yaxshi bo'ladi. Qalinligini hisobiga qo'yoq kilay yaxshi bo'ladi. Ozroq suv qo'shamiz. Suyultirib olmaymiz.
bo'lsa yana yaxshi. Aralashishi yaxshi aralashadi. Ular charchab qolmaysizlar. Endi shu holatda tayyorlab oldik mana. Qo'yiq suyuqligi shunchalik bo'lsa bo'ladi. Cho'tga tushuntirib yaqinroq olib kelsangiz, qo'yganlaringni cho'tga maskina, kichkina cho'tga, katta cho'tga qo'yganlaringni botib qolmaydi. Holatda oq ekani yo'q pastga mana. Qo'yiq suyuqligi yaxshi. Mana shu holatda tayyorlab olasizlar. Ja suyug'i ham bo'lmaydi. Endi bunga ozroq kvakili ham qo'shib olamiz. Sababi oddiy sodda qilib tushuntiryapman. Endi tayyorlashlaringga qarab qo'shaverasizlar. Bitta idishda 1 kilo bo'ladigan bo'lsa, kilogramni shunga bitta kvakili yetadi. Endi men ko'p tayyorlamadim. O'z yozib ham qo'ygan. Qancha suv qo'shiladi, qancha kiloga qancha suv qo'shilib yozib bergan o'zi. Endi men o'zim yarasha kilo tayyorladim. Ozroq tayyorladim. Isrof bo'lmasin. Ko'p tayyorlab olsangiz, ertasiga qolsa ishlashni tavsiya qilmayman. Sababi suyulib, kilo o'z quvvatini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun men oz-ozdan yarasha tayyorlayman. Даже uyda egasiga ortiqcha ziyon bo'lmasin, isrof bo'lmasin degan maqsadda ozroq tayyorladim. O'shanchalik 1 litr suv, 2 litr suvni miqdorini nima qilmadim, o'zim bilganim uchun qo'yiq suyuqligini shuni tayyorlashni sizlarga ko'rsatib o'tdim mana. Shu holatda tayyorlab olasizlar. Yaxshi aralashtirib olib, kvakili qo'shilmaydi. 10 daqiqadan keyin bitta aralashtirib turib, avoyga ishlasi devorga surkasadan bo'laveradi. Ortiqcha suyuq ham emas, qo'yiq ham emas. Cho'tkani qo'yganlaringizda cho'tka botib qolmasin. Cho'tka botib qolmasa, shu kili tayyor bo'ladi. Endi avoyni qanaqa yopishtirish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Kilimiz tayyor bo'ladi. Avoy yopishtirishga navbat keldi. Avoyni qanaqa kesiladi, qanaqa yopishtiriladi ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelganicha xato kamchiliklarimizni uzr so'raymiz. Bu professional ustalarga emas. Endi havaskor ustadan shogird bo'lib chiqib qiynayotgan bo'lsa, esidan chiqib qolgan bo'lsa, eslasangiz xursandmiz. Erinmasdan qo'limizga kelganicha ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Avoyni birinchi avoy ochgandan keyin salafanidan qog'ozi bo'ladi, pasport deydi. 64 santimetrda keladi, strelka qilib bergan. Bu degani gulga keltirish kerak. Rasxoti bor degani 64 santimetr. Endi gulga keltirish qanaqa deganda, birinchi bo'lib xonani hisob kitobini qilib olish kerak. Endi biz ishlayotgan joyimizda razmeri boshqa, boshqa xonadonning razmeri boshqa bo'ladi. Endi qanaqa yopishtirish kerak degan bo'lsa, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz metrga olamiz. Uyda 1.6 metr, 1.6 santimetr, 1.6,5 bo'ladi. Mana ko'rib o'tamiz. 1.6,5 santimetr kilo surkanmagan holatdagi razmeri 1.6,5 ga metrga qo'yamiz. Shunaqa qilaylikki, to'xtashi chok bo'lib qolmasin, o'rtadan boshlanmaydi. Yo'qsa uyni to'g'risidan boshlanmaydi. Kuning bo'lib kiraverishga boshlanmaydi. Mana eshikni tepasidan boshlaymiz. Endi men hozir birinchi birdaniga yopishtirib ketmaydi. Uni hisobini chiqarib olgan. Men 20 santimetr atkozdan 1.6 ga mana metrga qo'yyapman. Hozir yopishtirib bo'lganmi? Mana bu 1.6 ga bitta qo'yasizlar. Endi mana shu metrdan yana 1.6 ga metrga qo'yib olasizlar. Mana hozir bundan
30 sm va bu tomonga o'tyaptimi? Shunaqa qilinglarki, romdan ekran bo'lib qolishi kerak. Kimdir uyda 4 ta rom bo'ladi, kimdir uyda 2 ta, kimdir uyda 1 ta rom bo'ladi. Rom bilan eshikdan bitta bu yutsa bo'ladi. Bu pastiga mana 70-80 atrofidagi razmerga bu aboydan ortgan aboylarni bir-biriga ulab turib, gul-gulga keltirib yopishtirsa bo'ladi. Bunga bitta rasxod qilib, bitta aboyni rulonni hisob qilish shart emas. Hisob-kitob to'g'ri qilsalaring, aboylarni ham yetadi. Mana hozir ko'rgan xonaga men 5 ta aboy yetkazdim bemalol. Agar menga ham hisoblab butun chop ekanda o'ttalik shaqa tushmaydi, kesib olib tashlashimiz savob bo'ladi. Teva bilan pastga qolgan laxtaylardan chiqarsa bo'ladi. Shunaqalarki 1.6 metr qolish kerak o'rtada. Yo'q, bu tomonga o'tib ketsa, bu tomonniki savob bo'ladi. Bitta bo'lib tushadi. Nimaga? Menga 1.6 bu tomonga o'tib ketgan bo'ladi. Shunaqa menga 1.6 to'liq tushish kerak. 1.6 yarim. To'liq tushsa rasmiy. Menga qo'ydilar, to'g'rimi? Tushunarli o'zim. Ro'l qo'yinlari menga mana bu tomonga ham ketyapti. O'lchab kelyapsizlar и oxiriga kelganda, burchakka kelganda 5 sm yetmay qoldi. Nima qilish kerak? Boshqa tomonga qaytib, ana 20 qochirdim-ku atkozdan. Shuni 30 qilib qo'yasizlar. Bu tomonga qochgandan keyin shu orqaga qaytadimi? Bu yerda 20 sm, 25 sm bo'shliq qoladi. Agar uyni razmeri hisobingizga to'g'ri kelib 20 sm bu tomonga o'tib qolsa yaxshi. Agar 5 sm o'tadigan bo'lsa burchakda kichkina, uzun kichkina aboy yopishtirish to'g'ri keladi. U ochilib ketadigan sifati o'rtacha chiqadi. Birinchi o'rinda bu to'rali burchakni rotmanda lazerda to'g'rilab bunday qilib olsalaring ishlagan chiroyli ko'rinadi. Keyin yo 20 kalta bo'lishi kerak, aboy yo 20 sm, 30 sm bu tomonga o'tgan bo'lishi kerak. Keyin o'lchab ketasizlar. Oxirgi bo'lganingda to'rali burchak shunaqa qilinglarki, to'rali burchak 20-30 sm o'tish kerak, kalta bo'lishi kerak. Hisobdan shunaqa bo'lishi kerak. Aynan kelyapsizlar, to'rali burchakdan tashqari yana misol mana oxiridagi burchak bor-ku, eshikni atkoz, eshik romni qirg'oq. Mashinga mana yo bu tomonga o'tish kerak, yo hali aytib o'tganimdek, yo kalta bo'lishi kerak. Sizga yetmay qolsa ham mana gulovoy yopmaydi. Qiynalasizlar. Yo o'tish kerak, yo rasa nima kelish kerak. Men ketyapsam, bitta ham mana ikkita romosni uyga ham hisobini qilib keldim. Men o'lchab lekin bitta aboy tushyapti, keyingisiga o'tib ketyapti, bu tomonga o'tyapti. Bitta ham kalta bo'lib qolgani yo'q. Men kesib olib tashladim. Tepaga oxiriga kelganda mana butun kelib gul bir xilda kelyapti. Tepa tomoniga oxir ulanayotgan joyini eshikka to'g'rilab qo'ydim. Sababi kelgan odam beti ko'rmaydi. Pardaning orqasida qolib ketadi. Yo'para bir xilda gul bo'lib keldi. Ko'rsatib o'tamiz. Mana bir xilda yopishtirganim uchun hisobimni chiqarib olganman. O'sha aytib o'tganimdek, bu burchagi, to'rala burchak ham 20 sm dan yo o'tish kerak, yo 20 sm kalta bo'lish kerak burchagiga. Keyin mana derazalarni ham u to'rala romni nima qirrog'i bo'ladigan bo'lsa, yo kalta bo'lmasi kerak, yo qadar nima bo'lish kerak, yo rosa romda bo'lish kerak, yoki o'tib ketish kerak. Mana shularga e'tibor berasizlar. Shunda bir xilda gulimiz mana chok bo'lgani yo'q. Bir xilda yoshli bu gul bunday ham rasxodlayapti. Guli bo'lmasa ham attachentoni ko'rinishini eslatadi. Bunda ham rasxodi bor. Choklarga e'tibor berasizlar. Shunaqa qilib yopishtirib chiqarasizlar. Mana pastlari ham plums bo'lib ketadi. Kecha yopishtirib bo'ldi aboyimizni. Mana bir xilda guli-gulga kelib 5 ta aboy yetdi xonaga. Keyin mana pastga yoyib olganimizdan keyin hali aytib o'tganimdek tushunarli bo'ldi degan bittaman. Aboyni hisobini chiqarib oldik. Bo'yini o'lchaymiz. To'rala xonani bo'yini o'lchaymiz. Mana misol mana bo'yimiz 270. Pastga 270 ekan. Bo'ladigan bo'lsa, aboyimiz ochib 270 ga qaranda belcha qilib olamiz. Bitta aboyni va kesib tayyor qilib qo'yamiz. Keyin kesib olganimizdan keyin yana bittasini ochib turib, ustiga qo'yib, ustiga qo'ygandan keyin gulga moslaymiz. Yaqinroq olib kelsangiz
ko'rsatib o'tamiz. Mana o'zini gul-gulga keladi. Buni keltirganlar, bu nay tomondagi sherigingiz ham gulini keltirgandan keyin hammasini shuni bukib turib, mana shu qirg'og'i mana yoniga to'g'ri kelgandan keyin araya to'g'ri keladi. Keyin pichoqda o'tib lenza pichoqni kesib olasizlar, ochiqchasini, ashuni davom etib ketaverasizlar. Oxiri kesib bo'lgandan keyin tepa tomonga adashib qolmasliklari uchun raqam belgi qo'yib ketasizlar. Birinchisi misol, mana bu ikkinchisi deb yozib kesalaring. Qaysi tomoni tepida, qaysi tomoni oldida deb yangi yurmaysizlar. Shularga e'tibor berasizlar, tushunarli bo'lgan umiddaman. Endi keles turkash jarayoniga ko'rsatib o'taman. Qanaqa surkaydi, qanday yopishtiradi, ularni ko'rsatib o'tamiz. Hatto kamchiliklarimiz uzr so'raymiz. Qo'ldan kelganicha yordamimiz esa xursandmiz. Endi navbat keles surkashni ham ko'rsatib o'taylik. To'liq bo'lsin videomiz, tushunarliroq bo'lsin. Kelemizni ham tayyorlab oldik. Bismillahirrohmanirrohim boshlaymiz. Bir boshdan cho'tkada beringlar. Bag'ida bersangiz hamma yo'q shalab bo'lib ketadi. Salafalarga chiqib ketadi. Akkuratliroq ish qilish kerak. Surkayotganda bir boshdan ana qara, yorug'i yetarli bo'lishi kerak. Qirg'oqlargacha tegish kerak. Shunda bu chekkalari temas surkasalaring ochilib ketadi. Chok qo'yib yubordi, bekorga aytishmaydi. Qirg'oqlargacha tegish kerak. Bir xilda surkab olgandan keyin to'g'ri yaxshilab yedirib surkasizlar. Buni olib choplamaysizlar. Silishda cho'tkani olganda silishda yarasha olib turib, bir xilda qarab yorug'i yetarli bo'lishi kerak. Kattaroq projektor qo'yib olsa ham yaxshi. Ularni yedirib qaraysizlar, qattiq qolib ketmasin. Ularni yopishtirgandan keyin yaxshi chiqadi. Yaxshilab yedirib surkasizlar, bir qot tekshirmaysizlar. Bir xilda salafanlarni toza tursin. Kilitli bo'lgan artib har ish yurtganlarni artib chiqib ish qilsalaring, pokiz ish qilsalaring, abul qo'llarga toza bo'lishi kerak. Uni choq kirib qo'ygandan keyin choq ko'rinib qoladi. Toza bo'lishi kerak. Qo'llarni albatta marli bo'lishi kerak. 2 metr marli toza aql suv chaqab o'sha yopishtirganlaringda dunyo ko'rsatib o'tib yopishtirgan. Artib choqni keltirishlariga ko'rsataman, xudo xolasa. Surkab olgandan keyin endi alarni surkalari hozir cho'zilib ketib qisqaroq tushuntiryapman. Bu tepa tomoni bo'ladigan bo'lsa, raqam qo'yganman. Shuni olasizlar, albatta sheriklaring bo'ladi. Kaltaroq bo'ladi. Bu chekkasi bir xilda tegib turishi kerak. Ikkala tomon mana bir xilda. Bir yakilga yo'q, bir xilda tegib turibdi. Yaxshilab tegiz qo'ygandan keyin bu tomonda ham sheriklaring bo'ladi. Men qarab tekizlaydi. Akkurat ishlaydi. Men hozir tortib turib, ba'lan kelinglarga bo'ladi-ku. Uni yana sheriga olib kelasizlar. Shu holatda taklab chiroyli qilib toza joyga qo'yasizlar. 4 tagacha qo'l mo'yshlari bo'ladi. 4 ta 5 tagacha, 6 tagacha yopishtirishlaringga qarab, aqllaringiz kelsa 6 tagacha bemalol kelinglar, yutib qo'ysalaring. Bu uyib yaxshilab nima bo'lgandan keyin devorga zo'r yopishadi, qurib qolmaydi. Keyin yana bitta maslahatim, devorga bu yopishtirishdan oldin gurutovkalar 5 dan o'tkazib bo'lgandan keyin amoga tayyorlab, shunda abokilarni aboga tayyorlangan kelganicha suyuqroq qilib hamma xonaga berib chiqaydi. Devor to'ygandan keyin yana bir qator yopishtirayotganda yana o'sha o'ziga yana shu 2 marta surkaladi devorga. Shunda aboyimiz qo'yi ochilib ketdi deb sizlarni uyga egasi ham chaqirib xijolatga qolib ketmaysizlar. Ishlarni sifatli qilsalaring, kilitlaringlar ko'p bo'ladi. Xudodan yuzlarni yorug' bo'ladi. Xudo xolasa endi yopishtirishni ham ko'rsatib o'taman. Hozircha kilitlashni, aboyni qanaqa o'lchash kerak, devorni razmerga chiqarishni ko'rsatib, kilitlashgacha. Xudo xolasa kamchiliklarimiz bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz, qolib ketgan bo'lsa, qo'ldan kelgancha esingizga kelganicha ko'rsatib o'tdik. Agar foydalisi esa xursandmiz. Aboyga ham navbat keldi yopishtirish. Hozir bu lazerga qo'yib olasizlar. Lazerda bo'lsa ishlaring tekis chiqadi. Aboylarning guli qiyshayib ketmaydi.
lazerda turibdi. Bir boshdan yopishtirib ketaveramiz. Kecha yopishtirib berdim ob'oyimizni. Hop, surkashda devorga ham cho'tkada surkamiz. Valida surkasidan bo'ladi. Ham yo'qqa chachlab ketadi. Ochiq qo'yib surkaversa ham bo'lmaydi. Bu yerdan bir xilda chiroyli qilib surkab olasizlar. Shu holatda surkab endi bu masalani ham chizib berganman. Shu razmerda o'tkazib olmasdan kelayotgan surka tayyorlab olgandan keyin haligi ko'rsatib o'tganmiz boshqa videoda o'sha ob'oyimizni olib kelib bir boshdan gul-guliga keltirib turib yonidan bir xil yopishtiramiz. Yopishtirishga ko'rsatib o'tamiz. Hozir keyin surka olsam video cho'zilib ketmasin deb qisqa qilib olyapmiz. Bo'ladi. Ob'oy yopishtirishga ham navbat keldi. Ob'oyimizni gul-guliga keltirib olamiz. Pastda o'zini mostab olganmiz. Mana guli keldi. Bir xilda teng qilib shoplarni keltirib olganimizdan keyin shu o'rtasidan tepadagi odam o'rtasidan oladi, qayerga olib ketadi. Bu qirg'og'iga cho'zib olmaysizlar. Bunaqa yopishtirib olgandan keyin bu vali bo'ladi, ob'oyning vali. Shunda o'rtasidan olasizlar. O'rtasi ikkiga bo'linadi. Birdan olib ketib bu tomonga cho'zib olishlari mumkin. Mana bu choki o'tib ketib qoladi. Shu o'rtasidan olganingizda yarmini tepaga, yarmini pastga havosini chiqarib olasizlar. Shu ko'rinishdan davom etamiz. Orqasidan qo'llaringizni xato qolib ketyaptimi, yo'qmi, havo qolib ketyaptimi tekshirasizlar. Holatga qolamiz. Pasiyam holatda davom etamiz. Qo'pollik qilmaymiz ob'oyga. Ob'oy rangli bo'ladi bilasizlar. Bir xilda mana kelishini ko'rsatasiz. Attan qilmasdan bir xilda chiroyli qilib mana shu bo'ldek. To'g'ri. Tasanga havosini chiqarib olamiz. Ko'ryapsizlar havoni. Ketyapti. Ob'oy g'ijimlari bir tomon cho'zilib qolgani yo'q. O'tib ham ketgani yo'q. Bir xilda teng turibdi choki. Gullariga kelyapti. Shu holatga yopishtiramiz. Shpatilni ob'oy baligimiz ham toza, qo'limiz ham toza. Nimaga? Ob'oy qo'lingiz kir bo'lsa, chiqib qolsa kir bo'ladi. Choklari kir bo'lgandan keyin choklar bilinib qoladi. Shpatilimiz bu originali bu. Uch ko'rinishda yubqasi bor, kesib yetib beradi. Yo'q, original shpatilni ob'oyning shpatilni olsalaring, biligida ob'oyning vali ishlatmasi shpatilni o'zida qiladi, yetib qo'yadi. Mana hozir havosini ancha-muncha havoda chiqarib yubordik. Mana endi qolganlarini shpatilda chiqaramiz. Birinchi kesib olamiz ortiqchasini. Leza pichoqda kesib olamiz tepada qolgan. Shu holatda leza pichoqda kesib olamiz, yonlarini olamiz. Bir boshdan buni ham o'sha qo'limizda ko'rib mana ancha-munchalik qochib qolgan joylarni yaqinlashtirib turib, bu choklarini e'tibor berasizlar, yaxshilab shpatilni shu bilan yopishtirib chiqaverasizlar. Yopishtirib bo'lgandan keyin bir qo'lda yana 2-3 turdan orqaga qaytib choklarni ko'rib deydi. Shunda sifatli chiqadi, ochilib ketmaydi. Qirg'oqlariga ham tuvakilida suyultirib surka olsalaring, yana ham ochilib ketmaydi, xudo xolasa. Sifatli chiqarishlar. Ob'oyimizni uyda burchagiga yopishtirganimizda kesishni uringa olish ko'rsatib o'taman. Shu qolib ketdi oxirgisi. Sizlarga elimda birinchi kesib olamiz. Kesishda qanaqa qilamiz? Pichoqimiz o'tkir bo'lishi kerak. Qora led pichog'imiz bor, shundan olasizlar. Shpatilimizni qo'yib turib, bu tomondan kesmaysizlar. Bu tomondan kesalaring, buni ochib qo'ymaysizlar-da, ko'proq qoladi. Bu tomondan olib turib, oxirigacha kesmaydi. Shu holatda ketadi. Pichoq bunday tikka turmasligi kerak. Sal yotgan holatda bo'ladi.
Shundalik titrib ketmayapti. Bir xil kesilmayapti. Havo titrib ketgani yo'q. Shu holatda kesasizlar, bunday qilib olmaysizlar. Burchakga qarab turib, burchakdan kesib pastgacha davom etasiz. Shu holatda tomonga kesib olamiz. Kesib oldik. Bu alohida bo'ldi. Endi hamma xonadonda uyi haqli bo'ladi. Eski uyga abo yopishtirib yo'llar va boshqa. Shu holatda endi meniki iloji boricha nolga qilganman. Eski devor bo'lsa ham aboyimiz misol lazer kelmay qoladi. Metal g'ijim bo'lib ketadi. Shu g'ijim bo'lmasligi uchun mana hozir yopishtirib bo'ldim. Kirgan joyi mana kirgan joyiga karta joyiga olasizlar lazerni. Olsalaring, mana tepa chiqib ketgan. 1,5 santimetr o'ynayapti burchak. Yo'lda emas, 100%. Shuni hisobiga lazerni eng karta joyiga olsalaring, misol mana bu 50 santimetr bo'lsa tepa bu burchakdan lazerga ko'rsa past 50, tepa 70 bo'lishini o'ylaydigan bo'lsa 60 kichkinasiga qo'yasizlar lazerni. Chekkasiga qo'ysalaring, keyin qo'yib bering lazerga, eng pastiga qo'yib bering. Mana hozir qo'yib beradilar. Mana. Bu karta joyi ekanda, holatda mana tepasi o'syapti, baqa chiqib ketgan ekan. Endi chiqarib turib, kesib olganman-ku. Chiqarib turib kesib olganman. Buni boshqatdan chiqaraman. Chiqargan holatda keyin qilib lazerga olsam, ag'i yana bir xilda lazerda nolga ketaveradi. Gulimiz qiyshayib bir tomonga o'sib qolmaydi. Shu holatda ikkidan keltirib olamiz. Ikkiga keltirib olgandan keyin nima bo'ladi bu burchagi? Bag'i tepa orqaga qaytganlik hisobiga bu yerda oshiqcha bo'lib qoladi. Shu ortiqchasini shpatelni qo'yib turib, bu tomondan kesasiz. Boshida bu tomondan kesildi. Endi bu tomondan kesib turib, ortiqchasini olib tashlasalaring, bu burchakda bilinmay ketadi. Shu holatda yopishtirasizlar. Shunga o'sha xizmatlarimiz bo'lsa, bemalol telefon raqamlarini qoldiramiz, murojaat qilishlaringiz mumkin. Endi hozir bizda zakazga qarab qo'yyapmiz. Endi abo qo'yyapsiz, kosmetik ishlar qo'yyapsiz, ishlaringiz mumkin. Biz attachmento, traverti hammasi laminat bor, kafe qo'limizdan keladi. Patologiya, gipsokarbon, figura chiqarishlar hammasini qilamiz. Borini qo'yyapmiz. O'zi 3 oymi 4 oy bo'ldi YouTube'ga joylaganimiz videolarimizni qo'limizda bor ishni qo'ydik. Yana zakazlar tushyapti, shunaqa abo ishlar, hatto kosmetik ishlar tushyapti, yana dizayn ishlar tushib qolsa zakazlar, uni ham videolarni qo'yib boramiz. Hali faqat abo ishlar qilarkan deb o'ylamaydi. Xudo xolasa boshqa ishlarni ham qilamiz. Ustida shogird tushib, tajriba orttirib, mana 8 yildan beri shu sohada alohida ishlayapman. Hali bironta odam aboyzochilik ketibdi yo immunsez tushib ketibdi degan qanaqa bizga muammo kelgani yo'q. Xudo xolasa ishlarimiz bexijolat garantiya beramiz. Qo'ldan chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.